barchasini sog' salomat yaxshi ishlayversin. Sizlardan Allohimning ya'zubika minal kufri va zaybil qabri. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Qoraga bitta savol. Aksiyani qopladi. Aka bitta savol olmoqchi bo'layotganlarga aldanib qolsaychi, bunaqa bo'layotganlar bitta maslahatingiz rostmi? O'ylayotganlarga aytib qo'ying. O'ylamasin, Allohga tavakkal qilsin, mana shu bolaga kelsin, gapiga javob qilyapti. Siz 2 million 100 ming, 2 million 200 ming so'm deyapsiz. Shuni 100 ming so'm o'tib berasiz. Faqatgina asha boshida 10 ta tergan mijozimizga 2 million 100 ming so'mdan dastlabkasini ham ishlab berasiz. Xalqimizga mana kelishib qo'ydim. Qo'llab-quvvatlab turib, Kommentariy yozib, like bosib, o'sha ko'pchilikka tavsiya qilib turganliklaring uchun mana 10 tasini sizlarning nomilaringdan, ya'niki salkam 400 ming so'm pulni tejab qolish uchun. Aha. Tamam, olib ketaveradi. Bo'ldi. Sizlarda ham tan joylaringiz sog' bo'lsin aka. Qayerdan? Norin Haqloboddan. Namangan Norin Haqlobodga zo'r dastavkalari bilan qilib berdik. Xudo xolasa akalarga oq yo'l. Alloh barakasini bersin. Salomat bo'linglar. Qaysi kanal sizniki? Olov. O'zimizning rasmiy kanalimiz. Olov rasmiy kanal. Rahmat, salomat. Salomat bo'linglar. Usta, klientlar kuzatyapmiz, ha? Alloh barakasini bersin. Endi o'sha mashhur usta akamizdan. Assalomu alaykum Ermajon aka. Xo'p. Drabilkalar olamiga keldik. Ha, usta Ermajon, ha, o'sha 5 yilga yaqin tajribaga ega ustalarimizdan qanaqa drabilkalar olish kerak? Hozir odamlarimizda shunaqa savol bo'lyapti usta. Hop, qanaqa drabilkalarni xarid qilish kerak? Mahaviylimi, mahaviysizmi? Shunaqa muammolar bo'lyapti. Nima deysiz usta? endi bular hali kamu-kak deydi-yu o'rislar. Ha. Hammani ko'yniga qarab, Aha. listligimiz ham bor, mahaviyligi ham bor. Aha. Xo'p, ikkovini ham ishlash vazifasi bir xil. Bir xil. Mahaviylik ham mahaviysidan bir xil ishlayveradi. Bir xil, ha. Aha. O'sha mahsulot chiqarish va nimasi Vazifasi. xususiyati bir xil. Aha. Shu bir xilda ish beraveradi. Prosta mahalliyligimiz endi quyma bo'ladi. Shuning uchun bitta baquvvatroq bo'ladi. Baquvvatira. Ha. Haliga bitta videoyingiz juda ham xalqimiz orasida tarqab ketdi. G'o'zapoya chiqaradimi deyishyapti. G'o'zapoya nafaqat g'o'zapoya, bu ustalar patolog qiladigan ustalar rekasi bor-ku. Ha. O'sha rekani qaytadan nima holatiga keltirib beradi, hali. Apilka holati. Apilka holatiga keltirib beradi. Voy, mashalloh, zo'r. Ko'z tegmasin. Akalar videoga like bosib, kommentar yozib, kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Sizlarga eng qaynog'idan, zo'rlardan sizlarga taqdim qilamiz. Ustakalarimizga yana bir savol beramiz. O'sha kommentariyada ko'plab savollar bo'lyapti. Bu savollardan bittasini o'sha aytib o'tamiz ustalarimizga. Past to'kka ham ishlaydimi deyishyapti. Juda ishlaydi-da. O? 150 to'kka ishlayveradi. Yo'q, Ha, 150 gacha. 150 gacha ishlayveradi. Mashalloh. Bu aynan bu o'sha bu drabilkalarimizda qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarsa bo'ladi? Ya'ni o'sha chorva mahsulotlariga. Chorva mahsulotlariga o'sha don mahsulotini nimaki turi bo'lsa chiqarilaveradi. Don, bug'doymi, makkami, nimaki don bo'lsa chiqarilaveradi. Hashayli mahsulotlarchi. O't, hashay hech nima tanlab Universal. O'z oti bilan universal. Ana momolarimiz aytayaptiki, bu haligi meni qattiq nonlarim to'planib qolyapti. Bu qattiq nonni ham chiqaradimi? Qattiq nonni tolqon qilib beradi-da. Yo'q, yana qaytadan-a? Yana qaytadan tolqon. Shakar qo'shsa, o'sha molga qo'shib bersa bo'ldi, ketaveradi. Tolqon. Bo'ldi. Tan joylaringiz sog' bo'lsa, akalar, hop, o'sha qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomerlarimiz, raqamlarimiz doim ko'rsatib o'tiradi. Aynan don mahsulot chiqaramiz. Don doziga deganlarga bunaqa kichkina minisi ham Arzonrog'idan. Arzon, 1,5 million so'm. Yo'q, 1,5 million so'mga drabilka bormi? So'mligi mashi. Ya, g'aldami. 1,5 million so'mga drabilka bormi? 1,5 million so'mga bor mashi. Aha. Xo'p, buni dastlabki xizmatlari ichidami yoki chetdan kelib olib ketsa? Dastlabkasi kelishilgan. Bu chetda joyimizda narxi 1,5 million. Demak, hurmatli obunachilar, dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda O'zbekistonda o'sha xohlagan viloyatlariga, tumanlariga, uylaringizgacha dastlabki qilib beriladi, lekin o'sha usta akalarimiz bilan kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi bu mahsulotlarimizni nimalar qo'shib berasizlar bunga? Bunga mana 4 xil narsa tkaz. Xo'p, bu menimcha tushuntiramiz bir qator. Xo'p, mashi mana somon deylik, somon mahsulotlari xalqimiz ko'proq molboq, qo'yboq. Demak, mana molboqida kattaroq chiqadi, bunda mayinroq chiqadi. Mayinroq chiqadi. Qo'y chaynamay yutaveradi bunda. Yo'q, Buni qo'yib olsa, qo'y shunday chaynamay yutaveradi.
Mashallah. Ko'z Xo'p, tegmasin. bunisi Makkaga, bunisi bug'doyga. Xo'p. Makkani so'talimi, uqalangan farqi yo'q. Makka chiqarsa mana shuni qo'yib olaveradi. Mashina qo'ysa so'taliymi, so'tasizmi chiqaradi? Farqi yo'q. Salkam kepak holatda chiqaradi mana shu ham. Yo'q, mashallah, ko'z tegmasin. Bug'doyni bunisi kepak holatda chiqaradi. Kepak holatga qilib beradi. Ha. O'sha o'tli mahsulotlarni bunda chiqarib turib, bunda ustiga sepib bersalar, ana yemu, mana yem. Tayyor yem. 2025-yilda semirtirish usullarining eng arzon usuli ekanda, demak. Eng arzon shu xo'jalikda o'zini xonadonida yem tayyorlab, o'zi tegirmon. Tegirmon sen bo'laveradi. Tegirmon. Yaxshi. Xo'p, bu o'sha drabilkalarimiz ko'pchilik o'sha olishga ham o'sha ana qilishyapti, savollar bo'lyaptiki, buni o'sha qiynalyapmiz deyapmiz. Ya'ni o'sha ayollar ishlatishi bor ekan uylarida. Yo'q, buni ayollar u yosh bolalar ham ishlataveradi. Yosh bolalar ham ishlatadi. Mana u setkalar mana yonidan tushadi. Misol mo'larni yechib, olib, qo'yib yurishmaydi mana. Ko'pchilik drabilkalarda ko'rding? Mana. Voy, mashallah. Bir deganda olinyapti, bir deganda tushiryapti. Bir deganda oladi. Zo'r. Ustaka. Nihoyatda qulay. Nihoyatda qulay. Buni ikki kishi ko'tarib olib ketadimi? Qani ko'tarinchi, kelinchi. Yo'q. Ko'tarilmaydi. Ikki kishi ko'tarmaydi mana. Yo'q. Mana sopi bor mana. Shunday qilasiz, yetalab olib ketadi. Bo'ldi, ketaveradi. Bo'ldi. Qarindoshlarga ham ishga ham ketilaveradi. Yetalab olib ketaveradi. Zo'r. Yosh bola ham yetalab ketaveradi-da. Yosh bola ham yetalab ketaveradi. Yetalab ketaveradi. Hali keling, ko'tarish oling degan gap yo'q bunda. Ketaveradi. Xo'p, ustaka endi qaynoq joyiga videoni haligi bir eng tepa joyiga deydi-yu. Bularimizni universal drabilkalarimizni xalqimizga qanchadan chiqarilyapti? Narxlari haqida to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. Narxlari 2 million 200 ming so'mdan boshlab 3 milliongacha drabilkalarimiz bor. 2 million 200 ming so'mdan boshlab universal drabilkalar. Yo'q, universal drabilkalar 2 million 200 ming so'mdan. 2 million 200 dan 3 milliongacha. Xalqimiz hali ko'pchilik noto'g'ri tushunib qolyapti. 1,5 million so'mligingiz qani 1,5 million so'm dodizku deb. 1,5 million so'mga mana ko'rsatib qo'ying. Kichkina mini 1,5 million so'mga drabilkamiz bor. 1,5 million so'mligimiz mana shu mini faqat don mahsulotini o'ziga chiqarib beradi. Xo'p, universal drabilkalarimiz 2 million 200 mingdan boshlab 3 million so'mgacha universal drabilkalarimiz chiqadi. Universal drabilkalar chiqadi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, Olov universal drabilkalar sexidamiz, eng arzon joydamiz. Zavoddan uygacha degan manzilida 2 million 200 ming so'mdan 3 million so'mgacha bo'lgan summalarda o'sha drabilkalarimizni xarid qilishlari mumkin. Eng arzon joyidan. Endi biz o'sha xalqimizda juda ko'p savollar bo'lyapti. Xo'p, 1 million 900 ming so'm, 1 million 800 ming so'm, hop, undan ham o'sha 1,5 million so'm bo'lyapti. Universallar shunaqa ekan deyilyapti. Endi sifatiga bog'liq ko'p narsa. Misol uchun xalqimiz o'zi juda ham yaxshi biladi. Puli arzonlashgan sari sifat pastlab boradi. Hamma narsani. To'g'ri. Ya'ni sifat qimmatlikka arziydi. Ya'niki sifatli narsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Hamma narsa puliga yarasha bo'ladi. Misol uchun biz ham qilib beraveramiz. 1 million 800 ga qilib beraveramiz. Faqat sifat pastlaydi. Sifat motori kichkinayadi. Misol uchun lislar yupqalashadi. Shu biz ham ekonom qilib o'sha 1 million 800 lik qilishga harakat qilamiz. 1 million 800 o'zi. Demak, o'sha sizlarda o'zlaring xohlagan, ya'ni 2 million 200 ming so'mga eng kamida o'sha 2 million 200 ming so'mga xarid qilgan drabilkalar 2 million 200 ligi ham sifatlik. Demak, zo'ra. Xohlagan mahsulotni ishlab chiqarsa bo'ladi. Xohlagan universal bo'ladi. Bundan ham qimmatroq o'sha eng ko'p olinadigan drabilka qaysi? Eng ko'p oladigan drabilka. Eng ko'p olinadigan 2,5 million so'mligimiz ketyapti. Alumiy admodga. Xo'p, 6,5 kilovat, 4 kilovatli motorimiz bor. Pastokka mashi motorimiz zo'r ish beryapti. Eng pastokka nechiga ishlatdilar? 150 ga ishlaydi. 150 gacha ishlayveradi. 150 ga ishlaydi. Qadrli do'stlar, mashinamiz hozir o'sha ko'proq ketyapti. Xalqimizga mana shu ma'qul kelyapti. Ko'p joyga to'g'ri kelyapti. Do'stlar, kech bo'lishiga qaramasdan mana sexdamiz. Eng arzon joylardan kelib qoldik, ushab qoldik. Tezroq aloqaga chiqasizlar. Endi men sizlarga bir narsa qilaman. Ustaka xalqimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariya bosib, qo'llab-quvvatlab turishibdi. Hammasiga rahmat. Rahmat. Faqat bitta narsa qilasiz. 2 million 100 ming, 2 million 200 ming so'm deyapsiz. Shuni 100 ming so'm o'tib berasiz. Faqatgina asha boshida 10 ta tergan mijozimizga 2 million 100 ming so'mdan dastlabkasini ham ichida qilib berasiz.
xalqimizga mana kelishib qo'ydim. Qo'llab-quvvatlab turibsiz. Kommentariy yozib, laykni bosib, o'sha ko'pchilikka tavsiya qilib turganliklaring uchun mana 10 tasini sizlarning nomilaringdan, ya'niki salkam bir 400 ming so'm pulni tejab qolish uchun dastavkasini ham tekin qildirib qo'ydim. Boshida Boshlang'ich 10 ta odam. boshlang'ich 10 ta odam. Endi sizlarda spiskasi doim turadi. Boshlang'ich 10 ta odam telefon qilsalaring, hop, dastavkasini ham tekin qildirib qo'ydim. Hop, o'sha mahsulotimizdan ham chegirma qildirib qo'ydim 100 ming so'm. Sizlarga 2 million 100 ming so'mga eng